Assalomu alaykum do'stlar. Tom Hollandning Spider-Man'i Avengers Doomsday'da paydo bo'ladimi? Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Tom Holland ijrosidagi Spider-Man Avengers Doomsday filmida baribir paydo bo'lishi mumkin. Sababi, hozir Spider-Man bilan bog'liq yangi sahnalar suratga olinayotgani aytilmoqda. Internetda chiqqan yangi suratlar esa muxlislar orasida katta savol tug'dirdi. Bu sahnalar Spider-Man Brand New Day uchunmi yoki Avengers Doomsday uchunmi? Gap shundaki, Avengers Doomsday ayni paytda qayta suratga olish va qo'shimcha sahnalar ustida ishlayapti. Shuning uchun ko'pchilik Spider-Man ham shu film uchun suratga olinayotgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. Yana bir muhim narsa, Tobey Maguire ijrosidagi Spider-Man filmda bo'lmaydi degan gap yo'q. Aksincha, oldingi ma'lumotlarga ko'ra, Tobey Maguire Avengers Doomsday'da paydo bo'lishi va keyin Avengers Secret Wars'da katta rol o'ynashi mumkin. Tom Holland haqida ham shunga o'xshash gaplar bor edi. U Secret Wars'da muhim rol o'ynashi kutilayotgandi, lekin endi yangi suratlar sababli u Doomsday'da ham ko'rinishi mumkin degan taxmin kuchaydi. Twitter tarmog'ida tarqalgan postlarda Spider-Man sahnasi Wembleyda suratga olinayotgani aytilgan. Bu joy esa hozir Avengers Doomsday suratga olinayotgan Londonga yaqin. Shu sababli muxlislar buni tasodif deb qabul qilmayapti. Marvel bunday yirik filmda hamma aktyorlarni birdaniga yig'a olmasligi tabiiy. Filmda Thunderbolts, yangi Avengers, eski Avengers, Wakanda qahramonlari, Fantastik to'rtlik, X odamlar va yana ko'plab kameolar bo'lishi aytilmoqda. Shuning uchun ayrim qahramonlar keyingi qo'shimcha suratga olish jarayoniga kiritilishi mumkin. Masalan, Storm, Jean Grey yoki Kapitan Marvel kabi personajlar haqida ham hozircha juda kam ma'lumot bor. Balki ularning sahnalari ham aynan shu qo'shimcha suratga olish bosqichida qoldirilgandir. Albatta bu sahnalar Spider-Man Brand New Day uchun ham bo'lishi mumkin, lekin muxlislar nega buni Doomsday bilan bog'layapti? Chunki Tom Holland oldin Brand New Day uchun qo'shimcha sahnalar deyarli tugaganini aytgandi. U faqat kichik sahnalar, biroz ko'proq hazil va yovuz qahramonlarga oid detallarni qo'shilishini aytgandi. Endi esa Avengers Doomsday qayta suratga olinayotgani rasman ma'lum. Shuning uchun Spider-Man aynan shu film uchun suratga tushayotgandek tuyulyapti. Lekin bu yerda yana bir detal bor. Sahnada Tom Hollandning o'zi emas, uning kaskadyor dublori bo'lishi ehtimoli katta. Chunki Tom Holland hozir Spider-Man Brand New Day promosi bilan band. Spider-Man niqobda bo'lsa, sahnani aktyorning o'zi emas, dublyor ham bemalol suratga olish mumkin. Bu Marvel uchun juda qulay. Tom Holland film reklama qilib yuradi, uning dublori esa Spider-Man sahnalarini Doomsday uchun suratga oladi. Endi asosiy savol: Spider-Man Avengers Doomsday'da katta rol o'ynaydimi yoki u faqat titrdan keyin sahnada chiqadimi? Hozircha Tom Hollandning Doomsday'dagi katta roli haqida aniq gaplar kam. Shuning uchun eng mantiqli taxmin u film oxirida yoki post-kredit sahnada paydo bo'lishi mumkin. Bu sahna Spider-Man Brand New Day oxiridan keyin Peter Parker bilan nima bo'lganligini tushuntirishi mumkin. Balki aynan shu orqali Marvel nega Spider-Man Doomsday voqealarida asosiy jamoa bilan emasligini ko'rsatadi. Yana bir katta taxmin bor. Doktor Doom bu filmda g'alaba qiladi. Xabarlarga ko'ra Battle World yaratiladi va Doom uni boshqaradi. Sizib chiqqan konseptlarda Doom taxtda o'tirgani, yonida esa Strange, Suyish Storm va Franklin Richards turgani aytilgan. Agar bu rost bo'lsa, Avengers Doomsday juda qorong'u va og'ir yakun bilan tugashi mumkin. Hatto bu Marvel tarixidagi eng qorong'u filmlardan biri bo'ladi degan gaplar ham bor. Balki qahramonlarning ko'pi mag'lub bo'ladi, balki Doom ularni o'z nazorati ostiga oladi. Shunday og'ir finaldan keyin Marvel tomoshabinlarga umid berish kerak bo'ladi. Mana shu yerda Spider-Man juda kerak bo'lishi mumkin. Post-kredit sahnada Spider-Man Battle World ichida emas, balki undan tashqarida ekani ko'rsatilsa, bu muxlislarga katta ishora bo'ladi. Chunki ba'zi qahramonlar Void, Kvant olami yoki qutqaruv kemasi orqali Doom yaratgan yangi dunyodan tashqarida qolishi mumkin. Bu qahramonlar xotirasini saqlab qoladi, o'zini nazorat qiladi va Doom sehriga tushmaydi. Agar Spider-Man shunday jamoaning bir qismi bo'lsa, bu Secret Wars uchun juda kuchli tayyorgarlik bo'ladi. Spider-Man Brand New Day filmida ham Doomsdayga ishora bo'lishi mumkin. Masalan, Venom simbioti, inkusi yoki boshqa dunyoning yerga yaqinlashishi ko'rsatilishi mumkin. Lekin bu Spider-Man nega Doomsdayda yo'qligini to'liq tushuntirmaydi. Shuning uchun Doomsday'dagi post-kredit sahna bu savolga javob berishi mumkin. Lekin yana bir boshqa variant ham bor. Spider-Man shunchaki Doomsday filmida paydo bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, eng qiziq savol shuki, Peter Parker Doktor Doomni ko'rganda nima bo'ladi? Chunki Doktor Doom rolini kichkina Robert Downey ijro etmoqda. Peter Parker esa Tony Starkni ustozdek ko'rgan. Agar Peter Doomni ko'rib, uning Tony Starkga o'xshashini sezsa, bu juda kuchli dramatik sahna bo'lishi mumkin. Peter Mr. Stark deb qoladimi yoki bu Tony Starkning boshqa olamdagi varianti deb o'ylaydimi? Spider-Man allaqachon No Way Home'da multikoinot voqealarini boshdan kechirgan. Shuning uchun bu vaziyat uning uchun yanada og'ir bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi ma'lumotlarga qaraganda, menga Tom Hollandning Spider-Man'i katta rol emas, ko'proq post-kredit sahna uchun suratga olinayotgandek tuyulyapti. Bu sahna Spider-Man Brand New Day uchun bo'lishi ham mumkin, lekin barcha belgilar ko'proq Avengers Doomsday tomonga ishora qilmoqda. Agar Doktor Doom haqiqatan ham g'alaba qilsa, film oxirida Spider-Man'ni ko'rsatish tomoshabinga kichik bo'lsa ham umid beradi. Xulosa qilib aytganda, Tobey Maguire'ning Spider-Man'i ham filmda bo'lishi mumkin. Tom Hollandning Spider-Man'i esa ehtimol post-kredit sahnada chiqadi.
Andrew Garfield esa katta ehtimol bilan Secret Wars uchun qaytishi mumkin. Demak, oldinda Spider-Man muxlislari uchun juda katta uchrashuv tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Tom Hollandning Spider-Man Avengers Doomsday'da katta rol o'ynaydimi yoki faqat titrdan keyingi sahnada chiqadimi? Hozircha aniq javob yo'q. Lekin barcha belgilar shuni ko'rsatmoqdaki, Marvel Spider-Man'ni Secret Wars uchun juda muhim figura sifatida tayyorlamoqda. Sizningcha, Tom Hollandning Spider-Man'i Avengers Doomsday'da chiqadimi yoki Marvel uni Secret Warsgacha sir saqlaydimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.